Salam ekran aldidiki Möljartaq programmasining barliq aziz ishtirokchilari hammanglarga amallik, saqliq, salomatlik yer bo'lsin. Hozir yiroq-yiroqlardan kelgan, necha tog'ni atlab kelgan 4-qara Ipak yo'li sadosiningki Mo'minjon Abdukim gruppasidagi kuchlik mayiri xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin olib kelayotgan o'zining tatliq, shirin, muңлuq ovozi naqshlari bilan yoshlarimizning ham cho'nglarimizning ko'nglidan cho'nqur o'rin olib kelayotgan yosh naqshchi inimiz Abdurahmonjonni bugun shu sahnamizda qizg'in kutib oldik. Abdurahmonjonning bir ikki og'iz yurak so'zlarini anglab baqsak. Rahmat Avlimitga bo'lsa mening o'zimning eng yaqin aksi. Men o'zim Qashqar viloyati Maknaysi tug'ilib o'sgan, kichigimdan shu naqsh muzika ishtiyoq bog'lab, Allah bugun kun kelganda asli bo'lsa bir o'zimizga xos natijani yaratib shu vaqt keldik. Mush fursatda Uchturpanga ma'lum bir faoliyat sababidan kelib Avlimitga bilan didor ko'rishib qoldik. Mushundaq bir yaxshi programmaning borligini bilgandan keyin men o'zim aktivlik bilan Avlimitkamning qo'llash ostida bugun mush ekran oldidagi ko'rurman do'stlarimiz bilan yuz ko'rishdik. Hammalarningki tinch aman, sog' salomat bo'lishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Yaxshi tanıştırdınız. Hamdaki nöbetimizde şu barliq ko'rurmanlarimizga o'zingizninki qisqacha bir tarixiy tarjimalini tug'ilib o'sgan yurt makonida bir qisqacha bir tanishtirib o'tamsiz. Bo'ldi. Men 1993-yili Maknayda tug'ilgan. Dulan yurtda desek bo'ldi. Keyin Maknay'sınınki Dulan muqam sınıfta okudum işin. U yerdan imtihon berib Ürümçide san'at maktabida bir 3-4 yil o'qidim. O'qish bitirgandan keyin o'zimningki arzus bo'yicha shu naqsh kasbida bir taraqqiy qilishni ko'zlab shu 19-20 yosh vaqtimdan boshlab shu hozirgacha cho'ng kichik sahnalarda o'zimningki rolini joriy qildirib kelyapman. Bugungi shu Möljartaq programmasiga olib kelgan naqsham o'zimningki 2017-yili yozgan Köymisem bo'lmasmidi demasidiki muhabbatlik naqshini olib keldim. Barcha do'stlarimizninki ko'rurmanlarni yoqtirib olishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Yaxshi tanishtirishni qildik. Endi men tunji qatim sizni köyga vaqtimda yangi nava programmasida tunji qatim shu vaqtida shu ekran orqali naqshingizni anglagan. Shu vaqtida Abdulla ustozning dadam degan naqshisimi? Shu yaqinlik bir naqshi bilan shu ekranni ko'ryapman. Shu vaqtida ko'nglimga pukib, men tatliq bir aytdim, balaman naqshini nalik bo'ladi degandek o'y fikrlar bilan ashna jurdik kinoni keyin Ipak yo'li sadosi o sahnada ko'rdik. Undan keyin men arlab jibo ichib qo'ymanchi bekor vaqtlarimda. U ekranda ko'rishgan bo'ldik. Mana bugun naq maydonda bu yerda ko'rishib Uchturpanga kelganingizga qizg'in xush bo'ldim. Men qizg'in Rahmat. Qarshi oldiganlikni bildiraman. Shunday bo'lganda Uchturpanga tunji qatim kelishingizmi? Ha, tunji qatim kelishim. Uchturpanga kelib qanday bir hissiyotlarda bo'ldingiz? Uchturpanga kelib xuddi go'zal bir bog'chaga kelib qolgandek. Uning ustiga bu yerda hamma narsa bor ekan, mayli bir yeshilchilik bo'lsin, mayli tog' bo'lsin, ishqilib shunchalik mehr, issiq, shunchalik pokiz. Bu yerdagi do'st birodarlar shunda qizg'in, bir kim yatlamaydigan shunda bir mehr, issiq bir yurtga. Endi Yanava programmasiga kelsak, bu 2014-yildagi gap endi. To'g'ri. Endi men kichigimdan Abdulla akamni
Abdullah Abdurrahim ustazımni o'zim ustoz tutgan. Buni ko'pincha anglag'uvchilarimiz biladi. Hayli ham shu. Shu 2014-yili mush Abdullah akamninki dadam degan bir naqshini yangi programmasiga bir app chiqmoqchi bo'lib qolib, Doğru, mening başla isimdiki. shu chaqda bir aytgan. O chaqdagi ovozlarim ozroq bala ovoz hamda 10 yil bo'lay deb qopti o'g'lim. Shu 19-20 yosh vaqtlarim uruq, chechim uzun. Doğru. Aksa, çarşıda yantosuga tarap, başla kelgan. Hozir o'ylasam, shu vaqtgi ovozim bilan hozirgi ovozimni solishtirsam, halqi adam barbara bir biza yuqori pallaga intilish ro'yi bo'lib, ozroq bir yuqoriga o'rlagandan keyin burunqimda qilgan ishimizga keyimizga qarab, mana bunday qilsam bo'pti ekan, mana o'shamaydi, bunday qilsam bo'pti ekan. Hozir tajribalik bo'lib ketamiz. Ha, ashta bo'ldiki. Shu vaqtdagi shu naqshlarni yaxshi ijro bo'lgan shu sahnada. Men shu vaqtni tortib, hozirchiligim qaysi sahna, qaysi naqsh aytganligimizni ham diqqat qilib kelmanchi hamda. Bütün hamda bizning shu kasbda menayotgandan keyin yosh inlarimizning, yaxshi naqshchilarimizniki qaysi qanday ijro qilyotdi, qaysi programmada naqshlari yangrayotdi, diqqat qilib turamiz endi. Bundan keyin bu davomli tirishimiz endi. Shu ko'rganlarimizga, anglag'uvchilarimizga bütün kuchimiz bilan yaxshi asarlar sunishga tirishimiz. Rahmat. Endi barliq menidan e'tiboran barliq shu san'at suyar tomoshabinlarimizning sizdek shu yosh inlarimizning kutadiganimiz. Bundan keyin davomli shu san'atning izini yaxshi besib, ustozlarning izini besib, shularning tarbiyasi, qo'llash ostida yana davomli turda yaxshi kuylarimizni yana shu xalqqa sunib tursak, o'zimizning hodiq chiqadi, xalqimizning bir ochqa yeriga azroq bir baralaymiz-da. Men shuna o'ylayman. Sizdanmi kutilgan umidim, undan boshqa barliq shu yosh naqshchilarimizdan, ildirimizdan, sing'illarimizdan shu umidlarni kutamiz. Unda bo'lsa yaxshi mo'lashdik, fikrlashdik. Unda bo'lsa bugun shu programmaga kelgan naqshchilarimizdan bir huzurlandik. Bo'ldi. Hey güzel desler tutunga köymesem bulmaz mıydı? Aldırap şiirin dilinge söymesem bulmaz mıydı? Her minut gelsen isimge yaş dökermen mahuru. Bir üzüm tenha yaşaşni közlesem bulmaz mıydı? Her minut gelsen isimge yaş dökermen mahuru. Bir üzüm tenha yaşaşni gözlesem olmaz mıydı? Endi esretlik yaşaştın, başka ne vardır amal? Köysümü bağrım sana yaş dökmesem olmaz mıydı? Bilmedim işki bıraknın, derdi zadi kamçılık. Tigi yok deryadımızda, üzmesem olmaz mıydı? Bilmedim işki bıraknın, derdi zadi kamçılık. Tigi yok deryadımızda, üzmesem olmaz mıydı? Dert gelen
hasretken köygen kümülün ərsi Hıncırat kaçkan çığında sürmüsem bolmaz mıydı Dertken hasretken köygen kümülün ərsi Hıncırat kaçkan çığında sürmüsem bolmaz mıydı Gül tozup kışlar mı ketdi Bop biter mu bahazan Bergidin gülge uvalkıp Üzmesem bolmaz mıydı Gül tozup kışlar mı ketdi Bop biter mu bahazan Bergidin gülge uvalkıp Üzmesem bolmaz mıydı Bir köyük derdi cenimni Tünseri kıldı harap Gerilip ketsem o üstün Görmesem bolmaz mıydı Bir köyük derdi cenimni Tünseri kıldı harap Gerilip ketsem o seni Görmesem bolmaz mıydı Söymesem bolmaz mıydı